Assalomu alaykum hammaga. Mana bu Pobeda, kolxoz Pobeda machi. Mana bu tomonga Samarqand City. Bitta mana bunaqa pad biznes hovlichamiz chiqyapti. Fasad uzunligi 15 metr. 308 sotixdan iborat. Pastga 4 ta xona, yuqoriga 3 ta xona. Tak. Pastini polniy remont qilganlar. Eshikdan kiraverish. Narxini birdan aytib o'taman. Narxi 250 ming so'rabdilar. Pad biznes uchun, bunaqa remontchilar uchun normalniy narx. Mana bu ikkinchi xonasi. Mana bu yerga bitta spalni qilganlar. Uchinchi xona. Общий sanuzel. Tak. Mana bu kuxni части. Полный kuxni bor. Tak, bu yerdan chiqamiz. Ikkinchi qavatda. Ikkinchi qavat bu. Chiqaverishga bitta hol. Chiroyli takoy hol. Laminat parketlar qilinmagan hali. Yuqori qavatda chala ishlari turibdi. Bu yerga sanuzel bo'lish kerak. Bu ham hali endi qilinadi. Bu spalnisi. Mana bu yana bitta zal. Zali kattagina 5 ga 9 mi? Mana bu yana bitta xona. O'nga 5 ming, примерно shunday. Narxi 250 ming so'ralyapti, yana savdosi bu.